o'rtamizga o'tib olib gaplashishni bilaman. Masalan, oilani Yo'q, men hech qaysi oyni bilsam ham Ramazon oyini bilaman. Tilida bilmadim, Ramazon deb bola qazon deb istan kunlardi bolani. Jasminda Mohinur qalisizlar. Assalomu alaykum. Xo'sh, unaqa bo'lsa biz Ramazon oyiga oid bir ikkita videolarimiz bor va sizdan videolarga bo'lgan fikrlaringiz va munosabatingiz va emotsiyalaringizni ko'rishga biz tayyormiz. Tayyormiz. Bugungi birinchi sonimizda sizlar bilan Ramazon haqidagi yoki vashta shu temaga bog'liq bo'lgan videolarga o'zimizning fikrlarimizni berishimiz kerak bo'ladi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Ustoz shokolad yesak ro'zamiz buziladimi? Buziladi. Tort yesakchi? Buziladi. Tarvuzchi? Sen nima yesangda buziladi, faqatgina tayoq yesang buzilmaydi. Men yoshligimda xuddi shunaqa roza tutganman. Obedni ochib keyin yeb qolardim. Lekin meni onam urishardilar. Yoshligimda roza ochaman, bo'ldi, menga yetadi desam urishardilar. Tutdingmi endi oxirigacha tutasan ayring. Ochmaysan dedilar. Majbur yig'lab tutardim, lekin yashirincha baribir narsa yerdim. Faqat bilmasdilar. Yo'q, yana bir marta shunaqa roza tutsang, yana tayoq yeysan dedi. Yegamisiz? Yo'q. Qaytib tutmaganman. Bizda ham bo'lardi, abedgacha roza tutish bo'lardi. Abeddan keyin 2 smena roza tutardik. Lobar ovqat yeysanmi? Yo'q, men ro'zami. Sen ro'zami? Kim bilan ro'za tutding? Enang bilan? Ha. Men yoshligimda, men 8-sinfligimda xuddi shunaqa roza tutishni boshlaganman. Meni onasi meni onamda qolib bo'lgan. Roza tutdi, ovqat yemaysan qarachi endi. Bir kun tutganman butun oy davomida. Shu kuni ham buvimlarning uyida iftorlik bo'lgan. Hayolimda butun dunyo ko'za bo'lgan, faqat men roza. Borib bu yoqqa yotganman. Kimni yo'lda ko'rsam men roza. Men roza tutdim. Menga gapirilmaydi. Men endi kuchliman, men katta insonman, bo'lmasa 8-sinf bola. Iftorlik bo'lgan, hamma menga ovqatlar olib kelyapti. Malikalarda iftorlik qilganman. Oxir oshqozonim o'shab. Roza paytda roza tutganmiz endi. Borib pul berasizlarmi abedga desam, ota-onam, "O roza odam abed qilmaydi, pulni nima qilasan?" "Yo'q, bering, bir oy jamg'araman pulimni." Salom. Hello. Va alaykum assalom. Nimadir buyurtma qilay, choymi, qahvami? Ramazon. Ramazon kim? Rajab. Shabon. Ularga ham choy aytaymi? Qanaqa Ramazonni bilmaslik mumkin? Rajab bilan Shabonni tushunsa bo'ladi, mayli. Lekin Ramazonni bilmaslik невозможно narsa. Sen bo'li musulmon davlatida. Lekin qanaqasiga Turkiyada hatto musulmon bo'lmagan insonlar ham Ramazon haqida biladi. Bunda bilmagandek anaqa qilishgan, bo'rtib yuborishgan kinoda. Hazil qilishmoqchi bo'lgan. Ya'ni bo'rtib yuborgan. Qanaqasiga assalomu alaykum desa hello deyish mumkin. Uni bilyapti-ku qaysi tilda salom berayotganini. U ham mayli. Misol uchun Ramazon, Rajab oylariga oila haqida sanayotganda choy ularga ham yetaveradigan bo'lishi ham mumkin. Bizda ham masalan ba'zi qizlar bilmasligi mumkin-ku. Ramazon yo'q, buncha Rajab masalan bir Ramazon emas, masalan oilani ismini sanab. Men hech qaysi oyni bilsam ham Ramazon oyini bilaman. Rajab, Shabon, Shavol deb sanab ketdik-ku masalan. Ularni bilmasligi mumkin. Lekin Ramazonni bilan qanaqa qilib kim u deyishi mumkin-da Ramazon oyini. Ramazon deganda. Parallel sinfimizda bitta mahallada yashagan Ramazon degan bola bo'lardi. Sizlarda bilmadim, Ramazon deb bola qazon deb istan kunlardi bolalar. Ramazon aytib keldim telefoningizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga, qozonda ko'l, ketmonda pul, chiqara qoling, ming so'm pulni bog'i bor, bog'ida anori bor, ming so'm pulni bersangiz, anoridan yesangiz. Shunaqa Ramazon aytganman. Men uyalardim Ramazon aytishga. Lekin ukalarim bor, bitta qizdaman, ikkita ukam bor. Ikkita ukam chiqarardim, o'zim orqasida yashirinib turardim boshqa joyda, eshigimizni oldida. Boringlar, aytib nimadir ko'tarib kelinglar, men yig'ib turardim eshikni oldida. Yo'q, вообще bu. Men masalan uyalmasdim yoshligimda. Anaqa edi. Bu bilan uyda yashirdik, qo'shnilarimiz bo'lardi, o'g'il bola mendan kichkina edi ular. Birga bor. Ana o'g'il bola bilan rivol bo'lardi, to'rtburchak birga borib Ramazon aytib kelardi. Men aytardim yana. Qaysi eshikka borib aytishni aytardim. Mana unga bor, yaxshiroq narsa bersa kerak. Yo bunisiga bo'lsa, jo'da hammani bu qo'shningizga borgin, yaxshi olasan deb. Odam ayrigan. Asad
aytgandek bola boshidan ma'lum. Men o'zim eshikni oldida turardim. Salfoncha olib chiqardim, paket ushlab turardim. Biror narsa olib kelsalar, jam qilib turardim. Necha yoshingizda chiqqansizlar Ramazonga? Men bir Maktabga chiqqandan qaytib chiqmaganman. Aql kirgan. Yoshingiz oliy ekansiz. Men maktabdan yosh paytim chiqqanman, o'sha 5 yoshlar Men aytmaganman, faqat o'sha ayttirganman hammani. Necha yoshgacha chiqqansiz orqasidan bilmadim. Backgroundda 15 yosh edikmi, 14 yoshgacha bo'lganda. Bo'lgan, men chunki ukalarim kichik edi damanda, men ularni yuborardim, turardim kutib. Yaxshigina foydalangan. Tanzimat yazarları içinde Batı'nın bilim ve teknolojisinin Türk İslam kültürüyle bir çatışma oldukça fazladır. Tanzimat yazarları içinde qarindoshlar bitta uyga yig'ilib qolsa xuddi shunaqa bo'ladi. Bizada shunaqa bo'lgan qachon onam namoz o'qib o'tirgandilar, ukam orqalaridan shu yugurdi. Onam turibdilar, astag'firulloh. Astag'firulloh, endi o'zingni bosgin, o'zingni o'chir deganda, astag'firulloh. Oxirida shunday duo qilib turib, astag'firulloh, yo'qol chiqib ket uydan amma. Astag'firulloh deyaptilar shu balamlar, astag'firulloh. Shunday duoni oldilar, joy namoz o'qishib, tur yo'qolmay xonadan chiqib ket. Biz haligacha shunaqa ikkala ukam, men shu yoshga kelgan bo'lsam ham uyga borsak, ayam telefonda gaplashyapsa, hammamiz quturamiz. Dadam ko'chada bo'ladi. Ayni telefonda gaplashayotganda, ayam telefonda gaplashadi, javob berayotgan bo'ladi. Nima qaraydi, haligi aytadi-ku, onalar shu jamoat joyida bo'lsa gapirmaydi, ko'zini mamlaqa qiladigan hayvoncha. Birinchi ko'zi bilan bir ikki qaraydi, o'shalarni o'qimaydi. Avjiga chiqamiz-ku, oyim anaqa qiladi. Telefonda gaplashayotganda, ha deydi. Senlar oxiri qo'yadi. To'xtab turadi, o'chiradi. Senlar quturasan deb boshlaydi. O'sha uradi oxiri. Qochgan qochadi, yegan yeydi. Necha marta yeb, necha marta qochgan. Eng jabrdiylasini.